Qanaqa telefon berdingiz? Gaplarni qilganimdan keyin zaryadni bir kunga yetmayapti-yu uni. O'zingiz bosib oling aka. iPhone'ni обновление qilgandan keyin o'zini qiladigan настройкалар bor. Hozir uni sizga o'rgatib qo'yaman. Demak, iPhone'ni tushunasiz. Buning uchun birinchi bo'lib настройкаga kiramiz, pastga tushib akkumulyatorga kiramiz va zaryadkaga bosib 100 turgan bo'ladi. Buni 85 ga olib tushib qo'yamiz. Endi esa bu yerdan chiqib olamiz va iCloud bo'limiga kiramiz. Личный informatsiyaga bosamiz. Bu yerdan esa uchinchisiga bosamiz va shu ikkita tugmachani bosib o'chirib qo'yamiz. Endi bu yerdan ham chiqib olamiz. Endi esa pastroqqa tushamiz va приложениеga kiramiz. Yana pastroqqa tushib, bu yerdan App Store'ga kiramiz va avtomatik загрузки va otsentki odzivga o'chirib qo'yamiz. Bu yerdan ham chiqib olamiz. Keyingisi esa ushbu yacheykaga kirib, bu yerdan ikkinchisiga kirib, ushbu hammasini o'chirib qo'yamiz. Bu yerdan ham chiqamiz. Va oxirida esa teparoqqa chiqamiz, основныйga kiramiz, pastroqqa tushib, обновление контентga kiramiz va bu yerdan ham hammasini o'chirib qo'yamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 712 Mobile'da doim foydali ma'lumotlar bo'ladi.